Agar chet elda o'qish faqat boylar uchun deb o'ylasangiz, adashasiz. Bugun hamma qatori hujjat topshirib, 100% tekin o'qish yo'llari, ya'ni xorijiy grantlar haqida gaplashamiz. Xususan, e'tiborimiz markazida Saudiya Arabistonining eng nufuzli dargohlaridan biri, o'qish mutlaqo tekin bo'lgan, yotoqxona bilan ta'minlaydigan, bordi-keldi aviabiletlarni olib beradigan, mutlaqo hamma narsasi tekin bo'lgan Qosim universiteti haqida gaplashamiz. Agar siz ham chet elda ta'lim olishni va grant yutishni maqsad qilgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Saudiya Arabistoniga umra va haj ziyorati uchun yiliga millionlab odamlar keladi va bu odamlar o'zlari bilan Saudiyadan xurmo olib ketadi. Bu millionlab tonna xurmolarni kim va qayerda yetishtirib ta'minlab berish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ha, bu xurmolarni Saudiyaning xurmo poytaxti bo'lmish Qosim shahri yetishtirib beradi. Ushbu shaharda joylashgan Qosim universiteti ham xuddi shu zamini kabi sahiy. Butun dunyoga xurmo tarqatadigan mana shu fayzli, sokin va barakali hududda o'ta zamonaviy, ulkan bir bilim dargohi qad rostlagan. Universitet hududining o'zi bu umuman alohida mavzu. Darvozadan ichkariga kirishingiz bilan o'zingizni xuddi hamma sharoitlarga ega bo'lgan alohida bir kichik shaharchaga tushib qolgandek his qilasiz. Qiziqib Google Map orqali tepadan qarab ko'rsangiz, hayratlanarli manzaraga guvoh bo'lasiz. Barcha fakultet binolari shunchaki tartibsiz emas, balki juda ajoyib me'moriy ustalik bilan chiroyli doira shaklda loyihalashtirilgan. Universitet 2004-yilda tashkil topgan bo'lib, 17 ta fakultetdan iborat. Bu har bir fakultet ichida yana 3-4 ta qismlar mavjud bo'lib, ko'plab sohalarda bakalavr, magistratura va doktorantura dasturlarini taklif etadi. Tashqi talabalar esa birinchi navbatda arab tilini o'rganadi, undan so'ng soha yo'nalishi bo'yicha o'qishni davom ettiradi. Bu degani universitetga hujjat topshirishda til bilish talab qilinmaydi degani. Bu yerda talabani nafaqat o'qishi, balki o'qish sifatini yaxshilash uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Hududning o'zida zamonaviy yotoqxonalar, issiq ovqatli keng oshxonalar va shinam qahvaxonalar ishlab turibdi. Darsdan keyin charchoqni chiqarish uchun maxsus dam olish zonalari, sportni sevadiganlar uchun esa o'zining sport maydonchalari, fitness zali va hatto katta baseyni ham bor. Magazindan tortib hamma narsa bitta joyda aynan sizning qulayligingiz uchun xizmat qiladi. Universitetga safarimiz davomida meni o'ziga tortgan ikkita narsa: universitet ichida daraxtlarni haddan tashqari ko'p ekanligi va hamda universitet ichki dizayni. Universitet ostonasidan ichkariga qadam qo'yishingiz bilan o'zingizni xuddi 5 yulduzli mehmonxonaga tushib qolgandek his qilasiz. Universitetda bexosdan yangi qabul bo'lib kelgan 100% to'liq grant yutgan o'zbek talabani ko'rib qoldik va u talaba bilan suhbatlashdik. Necha oy bo'ldi? 1 oy bo'ldi. Bir oydan beri shu yerdasiz. Mashalloh. Qachon topshirgandingiz tadqiqotni? 2024-yilda yanvar oyida. Qanaqa bo'ldi tadqiqot topshirish jarayonlari? Nimalar qildingiz? Qanaqa tartiblar qanday bo'ldi? Men u kishiga shu ma'lumotimni topshirdim, pasportlarimda ikkinchi guvoh suylamagan abdu qog'oz, savob forma, anaqa kollejda maktabdan diplom ularni topshirdim. Bo'ldi, o'zlari tarjima qilib, o'zlari topshirib berishdi. Konserti orqali topshirdingiz. Qanaqa topshirganingizdan keyin ishonuvingizmi, qabul bo'lib kelishingizga qanaqa nima bo'ldi? Ishonch bor edi. 1 yil ishonch bilan yurdim. 1 yildan o'tgandan keyin 50 bo'lib qoldi. Keyin sekin vaqt o'tgan birdan xabar kelib qoldi. Keyin Qanaqa bo'ldi xabar kelgan paytda xursandchi? xursandchilik zo'r. Kayfiyat bizga chiqib ketdi. Dars o'tishlari qanaqa ekan? Darslar zo'r, yaxshi. Tushunmasangiz qayta tushunasiz. Hozir sizlarda nechta modda bor? Bu yerda faqat yo arab tili moddalari, necha xil modda bor hozir? Yo faqat baynadek o'qiyapsizlar? Boshqa misol Qur'ondan, tafsirdan? Yo'q, yarimiz yo'q hamda. Menimcha ikkinchi mustawadan o'qisa kerak vallahi. Hozir faqat arab tilida o'qitishadi. Faqat bitta modda. Faqat ash baynadek 4 kunda 4 soat.
bayna edik, keyin nahvodan ozroq o'tishadi, uncha gaplashtirishadi, taklif bilan. Keyin asvot degan narsamiz bor. Shu mahrajlarni qanday cho'ziladi, qanaqa harflar qanaqa chiqariladi, shunaqa o'rgatishadi. Qur'onni o'qitib, mahrajlar chiqartirishadi, to'g'ri? Harflar qanday o'qiladi, misol uchun ha. Ana shunday dargohda tekinga o'qish uchun nima qilish kerak? Universitetda o'qish uchun har yili bir marta qabullar ochiladi. Ushbu qabul ochilgan vaqtda kerakli hujjatlarni to'plab, Saudiya ta'lim vazirligi saytiga hujjatlaringizni arab tiliga tarjima qilib topshirishingiz kerak bo'ladi. Bu borada biz sizga Jazira Edu jamoasi hujjatlaringizni yig'ishdan boshlab, universitetga qabul bo'lsangiz, viza olish, universitetga kelishgacha bo'lgan barcha bosqichlarda siz bilan birgamiz. Savollaringizni izohlarda yozib qoldiring.